Alo, Alo. assalomu alaykum. Alaykum assalom. Murodulla, Hoji akajon, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham shunday quvonchli kuningizda alomi? Katta telefon qilsin. Rahmat. Salomat, Yaxshi. salomat bo'ling hamisha. Shunday quvonchli kuningizda sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Boringizga, boringizga shukronalar. Bizga 5 daqiqa qimmatli vaqtingizni ajrata olasizmi? Yo'q. Rahmat sizga ham. Avvalambor tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz sizga muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga, rahmat. Hamisha yaqinlar ardog'ida bo'lib yuring, hamisha do'stlar hurmatida bo'lib yuring, hamisha qaddingiz, qadringiz baland bo'lsin. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga sorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz akajon. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida biz bilan bog'langan qadrdoningiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dil so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishlari mumkin? Diloram bo'lsa kerak, yo'q. Mashallah, qalbingiz, amakilik, muhabbatingiz hech ham adashmadi. Nega aynan ular? Bittada topdingiz-da. Ertalab telefon qilib tabriklayapti. Mashallah, albatta mening tog'im qalqonim, ishonib qo'yganim otamning izdoshi, mening jonim amakijonim deya Diloromxon jiyaningiz nomlaridan ajoyib tabriknomalar bor bizda. Ijozat berasizmi? Go'zal qizingizni nomalarini qabul qilib olasizmi? Rahmat. Rahmat sizga ham. Hurmatingiz ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum mehrligim. So'zlari sehrligim, duolari ijobatligim. Xonadonining sultoni, posboni, ustuni, otamning izdoshi, kichkina otajonim, qadrlari osmonim, amakijonim. Men sizni ushbu muborak kun Rasulimizga chin ummat bo'lgan kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Mehribonim, ko'ngli ochiq shirin zabonim, ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Qaddi balandim, jon rishtam amakijonim. Ilohim, dunyo turguncha turing, baxtimizga doimo sog' va salomat bo'ling. 100 yoshingizda ham bizni duo qilib, otamni qanoti bo'lib turing. Farzandlar, nabirajonlar, egizakjonlar rohatini ham faqat huzurlarda ko'ring. Ularni tog'i, qalqoni, suyanch tog'i bo'lib, umrbod yonlarida bo'ling. Sizdek inson bilan izdosh bo'lganimdan, qondosh bo'lganimdan faxrlanaman. Ismingizni aytib g'ururlanib yuraman. Borligi davlatim, kulgulari savlatim amakijonim, barchasi uchun sizga rahmatlar aytaman. Jigarlar uchun, jiyanlar uchun, otam uchun doimo turib bergansiz. Yordamga shay turgansiz. Robbim sizdan rozi bo'lsin. Hamisha sizni shunday sevsin. Katta hajlar sizni takror chorlasin. Hoji ota bo'lish sizga ming bora nasib qilsin. O'rningiz qalbimizning qo'rida, davralarimizning to'rida. Yuzimizni kuldirib, safimizni to'ldirib yuring. O'zingizni doimo biz uchun asrang, chunki biz uchun juda qadrlisiz, qimmatlisiz. Men sizni qattiq hurmat qilaman, e'zozlayman, yaxshi ko'raman. Aytmasamda har kuni bir bor. Mehrim dilda saqlab yuraman. Bugun aytay, eshiting ming bor. Amakijon, sizni yaxshi ko'raman. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin, umr yo'llaringiz gullarga to'lsin, sizni tark etmasin, mudom baxt omad. Amakijon, takror tavallud ayyomlar bo'lsin muborak deya ona qizingiz, mehriboningiz, qondoshingiz, jiyaningiz Diloromxon nomlaridan qabul aylaysiz amakijonlari. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ona qizingiz uchun qanday tilaklaringiz, duolaringiz, qalbingizda nelar bor? Hamisha bolalarga bosh bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bolalaring rohatini ko'rsin. Ilohim. Vaqtlarga hamisha yaxshi to'ylar qilsin. Albatta. To'ylarda xizmatda bo'laylik. To'ylarida, yollarda tog'dek turib berasiz, to'g'rimi amakijonlari? To'g'ri. Mashallah. Vaqtlarga siz ham doimo sog' va salomat bo'ling. Otamdek aziz insonim deb ta'kidlab o'tdilar sizni. Siz ham o'z farzandingizdek yaxshi ko'rasizmi ularni? Albatta. Albatta. Seni yaxshi ko'raman, ona qizim deya qoling unda. Yaxshi ko'raman, ona qizim. Mashallah. Vaqtlarga doimo sog' va salomat bo'ling. Sizning baxtingizga mana shunday mehribon jiyanlar, jigarlar doimo o'ynab kulib yurishsin. Mana shunday muhabbat sabab Robbim sizlarni faqat jannat ila siylasin akajon. Hoji akajon, quvonchli kunlaringiz juda ham ko'p bo'lsin. Mehribonlar ardog'ida.
jiyanlar ardog'ida sizni sevadiganlar bag'rida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat, katta rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Charchamay yuringlar. Tashakkur. Kasal bo'lmaylik hech qachon. Tashakkur. Robbim rozi bo'lsin go'zal duolar uchun. Tashakkur. Salomat bo'ling. Hop, rahmat, sog' bo'linglar. Ko'z yosh to'ksam g'amlarga botib, quvonchimdan kulgan amakim, tashvishlarim ketganda ortib, yelkasiga olgan amakim. Ko'z yosh to'ksam g'amlarga botib, quvonchimdan kulgan amakim, tashvishlarim ketganda ortib, yelkasiga olgan amakim. Oqibat kul bo'lgan zamonda, oqibat pul bo'lgan zamonda, do'stlarim yuz burgan zamonda, men tomonga turgan amakim. Bilmas edim bu hayot o'yinin, pichong'oqqa to'lmasdan qo'ynim, o'ksimasin deb otamdan keyin menga ota bo'lgan amakim. Bilmas edim bu hayot o'yinin, pichong'oqqa to'lmasdan qo'ynim, o'ksimasin deb otamdan keyin menga ota bo'lgan amakim. Qo'limdagi sozimga sabab, shunday xush ovozimga sabab, kuylab beray ko'ziga qarab, meni hofiz qilgan amakim. Balki dasturxoni to'kinmas, Allohdan boshqaga o'tinmas, amaksi borlar yetinmas, qaddim suyab kelgan amakim. Balki dasturxoni to'kinmas, Allohdan boshqaga o'tinmas, amaksi borlar yetinmas, menga ota bo'lgan amakim. Ko'z yosh to'ksam g'amlarga botib, quvonchimdan kulgan amakim, tashvishlarim ketganda ortib, yelkasiga olgan amakim.